Bugun sizlar bilanman va bugun biza Car Parkingda real hayot rubrikasini boshladik. Ko'rib turishinglar mumkin, bu meni mashinam BMW. Bugun biza mana shu mashinada bitta joyga borib kelamiz. Hop, undan oldin bugungi video haqida qisqacha aytib ketaman. Bugun biza bitta odamdan mashinani olib qo'yamiz. Hop, shuning uchun hozir yo'lga chiqamiz. Hozircha menda uni lokatsiyasi bor. Lokatsiyasini bilaman. Hop. Mana bitta qora mashina turibdi. Mana shu joyga borishimiz kerak biza. Shuning uchun ketdik. Undan oldin zapravkaga kirib, mashinani ozgina benzinini to'ldirib olsak. Keyin soat 22:10. Soat 10dan 10 minut o'tdi degani. Mashinani farasini ko'rishlar mumkin. Juda odamlar ko'p vaqtda mashinani ketolmasa kerak deb o'ylayman. Yana ozgina vaqt kutib turamiz. Olib chiqdim. Mana mashinaga o'tirib oldim. Faralarni ozgina ovqatlanib olib, keyin yo'lda davom ettiramiz, chunki hamchi ovqatlanishga nimamiz ham bo'lmay qolsa kerak. Mashinani qayerga qo'ysam ekan? Mamtga qo'yib keta qoling. Bolalar, xo'p, shu mashinani faralarini yoqishga majbur bo'ldim, chunki вообще qorong'ida hech narsa ko'rinmayapti. Oy. Xo'p, biza hozir bitta yo'lda otel bor, mehmonxona bor. Shu mehmonxonaga kirib, ozgina yashirinib olishimiz kerak va uxlab turishimiz kerak, chunki kechasi hech narsa qila olmaymiz. Va vaqtli borganimiz bilan baribir foydasi bo'lmay qoladi. Hozir McDonald'sga kirib ovqatlanib oldim. Hozir postdan o'taman. Hop. Mana ko'rishinglar mumkin, hozir biza mehmonxonaga keldik, motelga. Shu yerdan hech kim yo'ligida shu baqirib olamiz. Xo'p, endi mashinani mana shu yerda orqasiga qo'yib qo'ya qolaman. Bola hozir ertalab bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin, mana men bitta bugun yotib turdim. Shu ozgina vaqtliroq turishga harakat qildim. Vanta resepsiyon bor ekan, shu yerda pul to'ladim. Hozir mashinani ko'ramiz. Televizorda qaraganimda, lekin hech qanaqa yangiliklar bo'lmadi. Yangiliklar masalan mashina o'g'irlandi deyilish kerak. Bunaqa narsa bo'lmadi. Kecha qo'yib ketganimizda turibdi mashina. Hozir bu mashinani sotib olib, keyin bitta yaxshiroq mashina olishimiz kerak. Chunki ko'rdinglar men mashinam qanaqaligini. Hop. Короче, bolalar, biza hozir zapravkaga ozgina kirib chiqdik. Ko'rishinglar mumkin. Bak to'ldirib oldim. Hozir juda bir uzoq City1ga ketishimiz kerak. Ancha yo'l. Mana bolalar, biza City1, ya'ni asosiy shaharga keldik уже. Xo'p, ozgina dam oldim. Ozgina kunda ham kech bo'lib qoldi. Hop, biza sekin yo'lga chiqib mashinani topshirdik. Hozir bir ovqatlanishga kirib chiqolsak bo'lar ekan. Chunki men bir 4-5 soatlik yo'l bo'ldi. Baribir kirib chiqishimiz kerak. Shaharda yo'l yaxshilandi.
qonun qoidalarni buzmasdan sekin yurishimiz kerak. Chunki bu mashina baribir qidiruvda. Xo'p. Chetda nimadir menga yoqmayapti shu yerda. Chunki qaraydim, ko'chalarda hech kim yo'q, mashinalar ham yo'q. Lekin yaxshi vaqtda keldik biz. Soat уже 4 bo'ldi. Mahmud ozgina ovqatlanib olgandan keyin уже sekin chiqib mashinani portga borib topshirib olishimiz kerak. Mahmudga mashinani sekin qo'yib qo'ydik. Уже kirib chiqamiz. Ovqatlanganimiz uchun pul tashlab ketsam, mana olib qolasiz. Men ketishim kerak. Xo'p, bizani уже pistirmada ushlab turishibdi. Pistirmada bizani kutishgan. Hozir oppa. Atalab o'zim mashinani yopmasdan ketdim. Itarotdi. Ha, mashinaga emaskan. Biz ketamiz. Biz o'zimizcha pistirmada ushlanib turganmiz. Maqsad bo'larkan. Ketdi. Oppa. Orqaga qarab qo'yamiz. Yo'q, orqada qolib ketdi. Hop, ham chetga kirib olsak bo'larkan. Zani. Mana hozir ozgina yo'lda to'xtab bekim oldim. Shu mashinani sekin yoqamiz. Mashinani yoqdim. Ketdi sekin bildirmasdan yo'llarga qarab chiqib ketamiz. Chunki baribir biz уже qidiruvga tushdik. O'zi mashinani o'zi qidiruvda edi. Yo'q. Men bitta nimadir ko'rdim. Люди всегда готовы дать свою любовь кому-нибудь, кто этого заслужит. Так случилось со мной, так случится и с тобой. Будь терпимее к людям и знать, быть добрым всегда самый беспроигрышный вариант. Mana. Voy, mashinaga o'tib ketdan. Hop, biz port topishimiz kerak. Mana port. Portga yetib olsak bo'ldi. Mana mashinani ko'rdim, bo'ldi, ketdik. Bizani yana topishibdi. O'tib ketdi dedim. Oppa. Voy, joy xatoyi. Usha olmasdan ketishimiz kerak. Yana menga shtrafam bor. Yo'q, jonimizdan o'tib ketdi. Hop. Portga keldik. Bizda avtomatik pullarni olishdi. Ham chetroq o'tib ko'rdik, hech kim ko'rmayaptimi ekan bizani? Yo'q. Hamcha chiqdik biz. Qochdik bo'ldi. Hozir mana shu gaplashib qo'ygan odamlarim bor edi. Kelishsa shu mashinani sotib yuboraman. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Yana 10 ta likedan keyin ikkinchi qismi chiqadi.